Assalomu alaykum. Oliy media kanali muxlislari. Mana bugun biz Xudo xolasa 2025-yil 4-noyabr Andijon viloyati Baliqchi tumani Qovun bozoriga yetib keldik. Xudo xolasa sizlar bilan mana qishga saqlaydigan qirqma qovunlar, bo'rikallar, torbuzlar, qora torbuzlar hammasi bilan Xudo xolasa narxlari bilan tanishtirib boramiz. Qishga saqlaydigan qovunlar Xudo xolasa mashlarni hozir bir oy saqlasangiz 10 ming, 15 minggacha ko'tariladi narxi. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Biz 50 kilometr yo'l bosib keldik. Maqsad demoqchimiz shuni qadriga yetinglar Xudo xolasa. Agar shu videoyimiz yaxshi like olib, yaxshi prosmotr olsa, Xudo xolasa oyda 2 marta, har oy 2 marta Xudo xolasa video shu qovun bozorini olib chiqishga harakat qilamiz. Mana qirqma qovunlarimiz Xudo xolasa Jizzaxdan kelgan qovunlar bular hammasi. Bu yerda narxi hammasi har xil ekan. Men o'zim yeyish uchun olib kelganman, yeyishimga olib keldim. Shunaqa qovunga kelsam, ba'zilar mana bular mana shu ko'rganimiz hammasi 3200 dan dedi kilosi. Donaga olsang 6000 dedi. Agar optimga olsang 3200 deyishdi. Mana bozorimiz Xudo xolasa noyabr bo'lsa ham katta bozor hali ham davom etyapti. Xudo xolasa qishi bilan bu davom etadi. Mana Xudo xolasa kanalimiz mehmonlari kampir qovunlar. Kampir qovun narxlari optimga 3000, Xudo xolasa donaga oladigan bo'lsanglar bitta ikkita 5000 kilosi aytilyapti. Xudo xolasa bu kampir qovun ham turadigan qovunlardan biri. Qishga saqlasangiz bo'ladigan qovunlar. Mana Xudo xolasa bo'rikala qovunlar narxlari optimga 3000 deyilyapti. Xudo xolasa bu ham qishga turadigan qovunlar. Mana kanalimiz mehmonlari Xudo xolasa qora torbuzlar, bu ham qishga turadigan, bahorgacha ya'ni saqlasangiz bo'ladigan qovunlar, torbuzlar. Buni Xudo xolasa narxi optimga 2500 deyilyapti. Donaga 3000. Bu ham Xudo xolasa qishgacha, bahorgacha turadi torbuzlar. Mana kanalimiz mehmonlari Xudo xolasa men qirqma qovun gaplashdim. Xudo xolasa 2400 so'mdan optimga 50 dona qishga saqlayman deb akamiz bilan kelishib oldik. Xudo xolasa bir boshdan 50 ta oladigan bo'ldim. Qovun hozir oladigan vaqti ekan. Kimga kerak bo'lsa Xudo xolasa Andijon shu Baliqchiga kelib qishga saqlaydigan, maqsad 10 ta olami, 20 ta olami. Bar qishi bilan qovun yeydigan odam ashuncha menga o'xshab. Bir 20 dona ham borsiz, haftada 2 marta ham so'ysangiz Xudo xolasa bahorgacha yetadi. Podvalga shu piyoz qoplarda osiltirib qo'ysangiz Xudo xolasa mana qovun bozorimiz katta, keng. Qovun, torbuz, bu yerda ashqoq ham bor. Mana qovunni hozir bu yerda 4-5 xil navi bor ekan. Qirqma, bo'rikala, kampir qovun. Eng yaxshisi mana shu qirqma bo'ladi. Xudo xolasa saqlasangiz bahorgacha ham mazasi ham zo'r chiqadigan qovunlar bu qirqma bo'ladi. Bu yerda hozir guloba degan qovun bo'lardi. Guloba ham o'ta go'zal, o'ta shirin bo'ladi, lekin uni ko'rmadim. Xudo xolasa. Xudo xolasa keyingi safar
Agar shu videoyimiz prosmotrni kamda 100 ming oladigan bo'lsa va laykni kamda 1000 ta 2000 ta oladigan bo'lsa, xudo xolasa Jamashu Qon bozoriga tashrif buyuramiz. Bu yerda ham bundan ham katta Qon bozor bor, Jamashu. Undan keyin Farg'onaning Fayzobod degan joyda ham Qon bozor, katta Qon bozor bor. Shu yerga tashrif buyuramiz. Xudo xolasa agar shu videoyimiz prosmotri ko'paysa va sizlardan bittadan layk kutib qolaman. Laykni ayamasdan bossanglar. Ikki yarim ming, u yoqda 2,5 mingdan tortib 3,5 minggacha qon bor ekan. Qirqma qonlar. O'ziga qarab, kelishiga qarab, maqsad bittasi arzon olib kelgan, bittasi qimmat olib kelgan. Bittasiga yo'l kira qimmat tushgan. Agar kimda kim qovun ko'p kerak bo'lsa, men o'zim ham olib borib beraveraman. Zakaz qilsanglar, shu Andijon viloyati bo'yicha 100 gacha tashab qo'yaveraman, xudo xolasa. 1 tonna, yarim tonna bo'ladigan bo'lsa. Kelishgan holatda. Asosan qirqma qovunlar bu yerda. Qon bozorimizni qaranglar. Kanalimiz mehmonlari katta, haddan tashqari katta. Kim qaysi shahardan, kim qaysi davlatdan kuzatyapti, shuni ham kommentga yozishni unutmanglar. Kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa. Rossiyadanmi, Yevropadanmi, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, O'zbekistonning qaysi rayonidan va Tojikiston yo Qirg'iziston qaysi rayonlaridan kuzatyapsizlar, hammasini kommentga yozishni unutmanglar. Xudo xolasa. Bu kanalimiz rivoji uchun, videoyimiz rivoji uchun zarurat narsa. Laykni ham unutmanglar. Va kanalni rivoji uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Podpisani bosinglar, xudo xolasa. Bizning kanalimiz, xudo xolasa, endi 3,5 mingga boryapmiz. Xudo xolasa 2025-yil hech bo'lmasa bir 40-50 ming bo'lishimiz kerak, xudo xolasa. 2025 ga ham 2 oy vaqt qolyapti. Shuning uchun men qattiq olyapman, xudo xolasa, harakat qilyapman. Qo'ldan kelguncha. Sizlardan bitta like va bitta kanalga obuna bossanglar, xudo xolasa, va kommentga hech bo'lmasa Olg'a Andijon deysizlarmi, Olg'a Qon bozor deysizlarmi, Olg'a O'zbekiston deysizlarmi? Bitta Olg'a degan so'zni yozsanglar, xudo xolasa, biz undan minnatdor bo'lardik sizlardan, xudo xolasa. Bu Qon bozorni YouTube'ga chiqaraman. Bunday katta Qon bozorni chiqarmasam bo'lmaydi. Qachon chiqarasiz? Hozir xudo xolasa. Men ham opam o'shani qovun bozoriga Men qovun pushlarni ham qovun pushmanda. Qani siz qovuningiz? Ana. 40 mami? Ha. Mana. Hojiba lashaga qo'yibsizmi? Yo'q. Nima qilyapsiz? Mana Hoji tog'amning qovunlari ekan 40 ma. Tog'a bular nech puldan? 3300 da. 3300. Optimga hammasini oladiganga nech pul berasiz? Shunaqa narx. Sal bo'ladigan narxni aytavering. Sal arzon bo'lsa, xudo xolasa
Kerak bo'lsa telefon nomeringizni ham aytasiz, telefon qilishadi. Ya o kelaversa shayga telefon nomerini nima qiladi? Ko'rimni aytib qolaveradi. Ha, xudo xolasa. Mana Hojit og'amiz 3300 deyapti. Ko'p oladigan bo'lsanglar kelishtirib beradi. Xudo xolasa 3000 dan berar ekan. Ismingiz nima tog'a? Otaqo'zi. Otaqo'zimi? Otaqo'zi tog'amiz, xudo xolasa Qirqmaqonlari. Bu Jizzaxdan olib kelgansiz? Ha? Jizzax. Arzonga berib olamiz. Bo'ldi. Xudo xolasa hammasini olsanglar 3000 dan ham tushib berar ekan. Qachon keladi ular? Klientmi YouTube'da ko'rib kimga qon kerak bo'lsa menga o'xshab kelishaveradi. Men kerak uchun Oltinko'ldan keldim. 40 ta 50 ta qon olib ketaman deb. Hozir aytdi gaplashdim uni tog'a bilan. 2400 dan beradigan bo'ldi Qirqmaqonni. Mana olib ketib saqlashgan. Ha, Ko'kdan nasamiz. ha, qayerdan ham. Dem, Ha, qishi bilan xudo xolasa.